Aziz kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan bosh aylanishi haqidagi mavzusidagi videolarimizning 3-qismi. Bugun sizlar bilan eng qiziq va dorisiz davolab bo'ladigan bosh aylanishi haqida gaplashamiz. Bu bosh aylanish ham sistem bosh aylanish guruhiga kiradi, lekin bunda ham kuchli bosh aylanish bo'ladi. Lekin 10 sekund, 15 sekund, ya'ni uzoq davom etmaydi. Kuchli bosh aylanadi, lekin qisqa davom etadi. Bu xavfsiz paroksizmal pozitsion bosh aylanishi bo'ladi. Bu bosh aylanish ichki quloq bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Bunday bemorlarda agar bemor o'ngga yoki bo'lmasam chapga yotganida bemorda kuchli bosh aylanishi kuzatiladi, lekin qisqa davom etadi. Ya'ni shuni yotishi bilan bosh g'ir aylanib ketadi va 10 sekund agar boshini qimirlatmay tursa, 10 sekund, 15 sekundda o'tib ketadi. Va ayrim holatlarda turganda, yana yotgan joydan turgan holatida ham kuchli bosh aylanishi bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni bu pozitsiyaga bog'liq bo'lgani uchun ham nomi pozitsion bosh aylanishi. Lekin xavfsiz va qisqa davom etuvchi. Ayrim holatlarda bunday bemorlarga bitta ko'rishdayoq tashxis qo'yish mumkin, chunki nimaga desang, bu bemorlar boshini qimirlatishdan qo'rqib yuradi. Ya'ni o'ngga ham, chapga ham qarashdan qo'rqib qoladi-da, chunki agar reski qarab olsa, bemorda kuchli bosh aylanish bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun boshini qimirlatmasdan yurishga harakat qiladi. Yurganda ham boshini qimirlatmasdan, o'tirganda ham bitta joyda boshini qimirlatmasdan o'tiradi. Agar chapga o'ngga birdan qarab olsa, bemorda o'sha qisqa davom etuvchi kuchli bosh aylanishi kuzatiladi. Bu bosh aylanishda quloqda shovqin yoki bo'lmasam bir qayd qilishlar bilan kuzatilmaydi. Lekin agar bosh shunaqa ko'p aylanaversa, biroz ko'ngil aynishi mumkin. Bu kasallikka nima sabab bo'ladi? Bu kasallik boya aytib o'tdik, ichki quloq bilan bog'liq kasallik. Ya'ni ichki quloqda atalit degan kalsiy karbonatli toshlar bo'ladi. Ular juda kichkina bo'ladi va agar ayrim sabablarga ko'ra ular agar ko'chib, yarim doira kanallari ichiga tushib qolsa, bemorda boshning ayrim pozitsiyalarida kimdadir o'ngga, kimdadir chapga, kimgadir tepaga yoki pastga qaraganda, ya'ni pozitsiya o'zgarganda bemorda kuchli bosh aylanishi kuzatiladi. Ya'ni bu o'sha atalit toshlarini ko'chib yarim doira kanallariga tushib qolishi sabab bo'ladi. Eng qizig'i esa bu kasallikni hech qanday dori vositalari bilan davolab bo'lmaydi. Bu kasallikni oddiygina epli mashqlar bilan davolasa bo'ladi. Ya'ni bunda o'sha yarim doira kanallaridan atalit toshlarini epli mashqlari orqali chiqarib tashlanadi va bemor bosh aylanishidan qutuladi. Xo'p do'stlar, sistem bosh aylanishi haqida yana ko'plab videolar olsak bo'ladi. Yana sabablar juda ko'p bu sistem bosh aylanishiga sabab bo'luvchi kasalliklar. Lekin biz sizlar bilan eng ko'p uchraydigan turlarni ko'rib chiqdik. Keyingi videolarimizda nosistem bosh aylanishi haqida videolar olamiz. Ya'ni yengil bosh aylanishining sabablari, ularga qaysi kasalliklar kiradi, hammasini ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bizni kuzatishda davom eting. Kanalga a'zo bo'lishni unutmang.